O'zbekistonda bir-birimizga hurmat, mehmondorchilik hech qayerda yo'q. Hamma kelib havas qilsa bo'ladi. Bitta ko'chada bir-birimizga salom berishni o'zi bir dunyo bu. Mana shu narsalar boshqa davlatlarda yo'q. Bizda Xudoga shukr hamma narsa bor. Din erkinligi, mana masjidlar gullab yashnab yotibdi. Namoz bemalol. Endi prezidentga rahmat. Xalqimizni boshi og'rimasin. Hammalari hajga borish nasib qilsin. Kami dunyo ko'rmasin. Bizdan faqat duo qilamiz. Bo'lganimizda farzandlarimizda, xalqimizda, prezidentni shu mutasaddi rahbarlarni hammasini duo qilamiz. O'zbekiston tinch bo'lsin deyman. Mana shunaqa gullab yashasin deyman. Xalqimiz yaxshi yashasin, g'am g'ussa ko'rmay, urush bo'lmasin, notinchlik bo'lmasin. Mana qarang, qancha hojilar ketyapti. Bu ham bir baxtda. Bunda oshiq qanaqa baxt kerak?